Assalomu alaykum qarindoshlar. Bosh yezgi yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bosh yezgi ya'ni bash script deymiz. Buni tushunishdan burun biz shu shell yezgini ozroq bir qisqacha so'zlab o'tishimizga to'g'ri keldi. Shell yezgi degan Unix mashg'ulot sistemasi asosidagi dastlabki shu programma yezgini ko'rsatadi. Nima ish buni shell deb ism qo'ygan deganda bu qasroq qop degan gap shu mashg'ulot sistemasidagi eng sirtqi qavatida bo'lg'achqa buni shell ya'ni qasroq deb olgan. Xuddi qulunning qipi qasirqi degandek sirtda. Bu shellninki qanday roli bor desak, shu Unix yoki Linux shu programmalarga qanday buyruq berdi. Odatda masalan shell scripts deymiz. Odatda bu shellninki yiziqlarninki nurg'un turlari bor. Bunun ichida masalan born shell deydi, C shell, corn shell, GNU born again shell deymiz. Bunun ichida biz asosli uygunligini emas, ya'ni bash shell deydi. Bash script yoki bash yiziqi. Bash degani shu born again shell degandan ya'ni born again shell. Mushniki qisqartirilmasa bu nima deganda odatda biz shu bash yiziqidan foydalanib, ya'ni born again shell. Mushundan foydalanib biz Linux sistemasiga buyruq bera olamiz. Oddiy tilda nurg'un hujjatlarni boshqara olamiz, programmani ijro qila olamiz, undan keyin ba'zi bir tekstlarni besib chiqara olamiz. Bu qo'llanishchanligi intayin kuchli. Odatda hozir bizniki yang bozorlik kasblarniki masalan DevOps deydi. DevOpsda shu AWS deymiz. Shu bulut sistemasida ko'pinchisi shu shell buyruqlari bilan oldin ola buyruq yozadi ijro qilish uchun. Undan boshqa agar siz bir shirkatda ishlayotgan bo'lsanglar, shu ochiqchilar deymiz, developerlar. Koni, ya'ni eng yomon ochiqchilar shu shelldan boshlagan, shellni biladi. Yoki bizning odatdagi tilimiz bo'yicha shellni titibitadi. Bu shelldan foydalanib yana biz masalan API'ni avtomatlashtirish deymiz. Shu API nima ya'ni backend bir program sistemasiniki backend. Ashni avtomatlashtirib bo'ldi. Buning qo'lchanligi bek kuchli. Andan keyin ko'pincha cho'qim o'rganish kerak agar siz masalan keyin hacking desak, hakkerlik bu bek cho'ng gap bo'lib ketib qoldi. Lekin shu sohalarga masalan penetration testing deymiz. Oddiy o'zingizni qanday qo'g'dash kompyuterdan undan keyin tor bexatarligi ya'ni cyber security jihatdan bo'lsin shu shell scriptni cho'qim o'rganishingiz kerak. Shell script, Python dastlab shundan boshlab barbara shuni cho'nqilab kira olasiz. Endi born again shell degani Stephen Bourne deb bir odam bor. Stephen bu odam kim deganda shu hozirgi Unix shellninki shu Odyssey deb nom berilgan bu odamga. Mushuning nomida ijod qilingan yiziq. Shunga buni bash shell deymiz yoki bosh shell qisqartirilmasi. Endi buni uyg'urcha tarjima qila olmaydi. Shunga bash yoki bosh inglizcha bash deb bo'ladi. Bash shell script ya'ni bash yiziqi deb tushunsak bo'ldi. Bu butun yurish qismliq darslarimizda biz shu bashdan foydalanib programma ya'ni kod yozishni o'rganamiz. Odatda buning men bu ham ozroq qisqacha deb o'tdim, foydali tarafdan. Undan boshqa bash intayin tiz program tillarininki. Masalan, bu hozir masalan men Kali Linux mashg'ulot sistemasi ishlatyapman. Buni yana MacBook ishlatayotgan bo'lsanglar, Almaninki mashg'ulot sistemasi bo'lib qolgan bo'lsa, biz shu bevosita terminaldan foydalanib bizib keta olamiz. U chunki Kona Linux asosida bo'lg'achqa terminaldan bashga o'zgartib bashni yoza olamiz. Mana men Linux sistemasi, undan keyin ya'ni Kali Linux. Agar Windows bo'lib qolgan bo'lsa, sizlar Windowsda VirtualBox'dan ya'ni mavhum
quta deydi. VirtualBox'dan sistem qaçılsaң buldu Linux'qa. Yoki bo'lmasa, men shu bizning Python yurishlik darsimizda birinchi, ikkinchi qismini ko'rsanglar, shuningda Virtual Studio Code deb bir text editor, bir tayyorlagich bor. Virtual Studio Code. Nima? Virtual debman, Visual Studio Code. VSC deb. Mushu tayyorlash uchun tushursanglar, buningki 5 script, mushu 5 ningki qisturimiz qaçligi bo'ldi. Windows mashg'ulot sistemasidan VSC ni tushirib, mush text editorni yoki /Python mening darsimdagi birinchi, ikkinchi dars qarsanglar, men shu qanday tushirish to'g'risida to'xtalgan yoki YouTube bilsanglar bo'ldi. Agar rasmiy uyg'unma deb bilsangiz, Windows'ga qanday Linux qachilash yoki bo'lmasa Visual Studio'dan mushu 5 ningki qisturimizni qaçilashni o'rgansangiz bo'ldi. Agar bevosita Linux yoki Mac bo'lsa, bevosita yozib kelsak bo'laverdi degan gap. Bu dastlabda hamda biz hozircha terminaldan yozishni o'rganamiz, bu 5 scriptni. Men bayam so'zlab o'tgandek, bu shell script ma kichik bo'lib qolganda cho'ng aytay. Masalan, mana bu ustal yuzi shunaqa, ustal yuzi qarsanglar trash file system home deb. Buni biz ko'zimiz, ya'ni UI, ya'ni bevos ko'ra olamiz. Ammo men programma qilganda bunda ko'ranmaydi. Biz buni ko'zimiz bilan buyruq berishdan boshqa shu 5 dan boshlab, 5 script yoki shell yozishdan boshlab biz shell buyruqlarini yoki 5, bundan keyin 5 deb olaman. 5 buyruqlarni biz terminal orqali bera olamiz. Masalan, eng oddiy qo'llanishchan buyruqlardan masalan ls desak, bu hozirgi ichilayotgan qaysi hujjat ichida shuni ko'rsatib turadi. Masalan, mana desktop, downloads, pictures, videos, documents deb. Biz buning ichidan biz shu desktop, hozirgi shu desktop kirmoqchi. Xohlagan bir hujjatni ichish uchun cd desktop desak, hozir biz qanday desktopning ichidan hozir desktop deb ko'rsatyapti. Yani cho'ngroq qilay. Ko'ramagan bo'lsanglar, sig'inka sizinglar, keyin qismliq darsda men texnik shu ekran patmoq qilib cho'ng qilaman. Endi ls ni bossanglar, men hozir qaysi hujjatda deganini ko'rsatib turdi. Hozir qanday biz desktopda. Shunaqa. Bu masalan men bir hujjat quray. Ustal yuzga. Buningga biz ustal yuzning mouse o'ng tarafini chekib create folder deb qursak bo'ldi yoki mk make directory mkd deganni yozib ustiga masalan salom deb bir hujjatni qo'ymoqchi bo'lsak, o'zi qurdi emas o'l tarafga. Shu hamda qulay. Ya'ni biz uchun agar shu shell buyruqlari yoki 5 buni hamda 5 hozir eng qo'llanayotgan ko'p bir shell buyruq hisoblanadi. Ko'pincha keylan hamda 5 yizqini o'rganishni tavsiya qildi. Shunga men shu 5 yizqidan bu yurishlik darsini ishlataman. Mandachilib ketgan chaqda biz keyingi o'zimizniki hozirgi bozorliq yoki ko'zurliq kasblarga yo'nalishimizga yaxshi yo'l ochib berdi bu. Unda bo'lsa clear deb bir buyruq bor, buni bossak tozalaydi. Buni yuvitadi. Yana ba'zilar jiq ezib ketsak, bayamqidek clear ni besib yuvasak bo'ldi. Hozir biz qaysi hujjatning ichida? Desktopning ichida. Desktopning ichida. Hamda biz men bayam o'tib ketdim, shell buyruqlarda nurg'unlagan yoziqlar bor. Shell yoziqning ichida. Masalan, shu 5 yoziqmi shu shellningki
bir yizqining birsi. Endi biz mushu masalan bir Linux sistemasi ochgan bo'lsangiz yoki Mac yoki xohlagan bir sistema ochgan bo'lsangiz, buningda biz qanday shell scriptlari bor buning ichida. Ya'ni qanday shell script degan hamda yiziq degan gap. Shell buyruqlari bor buning ichida. Shuni bunda bir ko'rib bilib o'tib ketay demoqchi bo'lsak qanday? Cat etc. yani va kaza degan gap. Ma buyruqni bassak mau. Bu bizningki sistemamizdagi barliq shell yiziqlarini ko'rsatib turadi, ama sh degani shell, bash, mana bash, r-bash, zs, sh, zsh, tmux, screen, pwsh, shunlar hammasi qanday? Hatta PowerShell'dan tortib, PowerShell hamda Windows mashg'ulot sistemasininki qismi. Mushlarninki hammasi qanday? Qaçlangan muşunun ichida bor. Biz buning ichida qanday? 5 ni o'rganib o'tamiz. 5 yizqini o'rganamiz. Hamda masalan buning qisqartılmasınınki, men qisqacha so'zlab o'tsam, qisqartılması. Bu sh degani shellninki qisqartılması. Yoki Bourne shell deyman. Bourne shell deb olay. To'liq. Nasha adam keşif qilgan ekan buni. sh. Andan keyin C shell bor. Bu C'mi cho'ng bir yiziqning bir turi. Buni C shell degani C yiziq emas, program tili yiziq, C yiziq emas, boshqa. C++ degandek. Bu qanday? CH qisqartılması. Undan keyin TC shell bor. Bu TCSH. Andan keyin biz o'rganmoqchi bo'lgani qanday shu born again shell, ya'ni 5. BASH. Mushu 5. Hamda asosliq mushular qisqartılması. Lekin buning ichida biz eng ko'p ishlatiladigan, eng yayg'in turk so'z aytib qoldim, kechiringlar. Eng ko'p ishlatiladigan, ya'ni mushu 5 mushu yiziqni o'rganamiz. Ya'ni cat yanto siziq etc yanto siziq shells mush buyruq bilan qanday qaysi shell yiziqlari bor ko'ramiz. Hozir qarasak zsh degani mushu Bourne shellninki shu texmo yaxshilagan, texmo oliy manda. Oliy nashri, oliy yuqorilangan qismi zsh degani. Buning ichida biz qanday 5 ni ishlatamiz. Endi hozir sukut altida shu masalan bir narsani qochilsak o'z altida buni sukut, ya'ni default deydi buni. Default altida. Qaysi shell bor deganni bilmoqchi bo'lsak, echo ma buyruqlarni. Bu buyruqlarni hamda bu nima ma'noda deb ko'pincha ingliz tilida. Lekin biz barbara ko'p ishlatish jarayonida hozir har birsini tafsil tushuntirib o'tarsam tilni qaymib ketishinglar mumkin. Ammo bek ko'p ishlatamiz barbara shu vatandagi chaqdamash programmerlar hech qanday ingliz tili bilmay turibmi shu sharlar bezitdi. Manda degan gap manda deb yod qo'yib ketadi. Lekin biz barbara ma'nosini deb tushunib olamiz. Dollar belgisi 0. Ma buyruq bilan bizningki sukut altida, ya'ni zsh degani qanday? Mush men boya aytib o'tdim. Bourne shellninki yaxshilangan nuqtasi. Nima? Yaxshilangan nashri, nusxasi. Bu mushu bash, ksh and tcsh degan men dedim-ku. TC shellninki, mumkin Bourne shell mushdan hammasining feature, ya'ni alohida xususiyatlarini birlashtirib yasagan bir shell yiziq hisoblanadi. Ammo biz buni qanday nimaga o'zgartamiz desak 5 ga. Masalan, hozir siz MacBook ishlatayotgan bo'lsanglar, terminalni ichib qanday
5 deb yazsaqlam buni biz 5 ga o'zgartdi. Biz hozir nimada desak 5 shu shell scriptninki, shell yozganiki. Shu 5 degan komandni hamda hozir mana ZSH digo. Biz mana 5 ni yazishar qilib 5 ga o'zgartdik. Endi bizning bu muhitda qaysi shell borligini bilish uchun yana qaysi buyruqni yozamiz desak dollar belgisi asl muhitda mana 5 ga o'zgartib bo'ldik, lekin asl muhitda qaysi shell yozib qanda asl sukut oldidagi mana shell bilan yoki dollar belgisi yoki dollar shell bilan bilalaymiz. Hamda biz men bu yerda mana 5 ga o'zgartib o'tdim. Unda biz qaysini bilmoqchi bo'lsak qanda which 5 deb olsak bizning qanday 5 buyruqida. Hamda dastlab program clear bilan qanday yuyitman. Dastlabki har qanday program tilini o'rgansak, hammasininki qanday tunji programmani deb yozdi desanglar, hello world yoki salom dunyo deb besib chiqardi bir narsani print qilib chiqardi. Besib chiqardi shuni. Eng oddiy 11 programma ashuni yurgizganlik bo'ldi. U biz echo ham biroz to'xtaldik. Shuning bilan biz barliq tekst olamda son bir narsani qanday nima bo'lsin shuni besib chiqara olamiz. Buning uchun yoki naql belgisi, qo'sh naql belgisi yoki taq naql belgisi ishlasak bo'laveradi. Masalan, salom dunyo enterni bassaq, salom dunyo deb besib chiqarib turadi demakchi. Mush bizningki 5 yozg'ida tun yozgan programmamiz hisoblanadi.